Jon, bizga bitta qissa aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Frans 3. Jonim aka, bizga yana qissa o'qib bering. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon, bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Ssenariy muallifi Sylvain Dupasquier. Bastakor Leon Aronson. Bittasini aytdingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarni nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailey. Nima bo'ldi senga? Ajina, ana u yerda ajina ko'rdim. Qo'ysang-chi, nimalar deyapsan? Ha, u deraza tovoqlarini silkityapti. Voy. Bolalar, nima shovqin, ha? Sara ajina Kim biladi? Ha, bir nima ko'rdim. Yo'q, u ajina emas. Men edim. Derazalarni berkitdim. Hozir sizlarga bir voqeani so'zlab beraman. Ajina uchun zahar. Yan degan bolaning uyiga mehmonlar kelibdi. Ularning qizchasi ham bor ekan. Qizchaning ismi Sara ekan. Bu qiz tentakka o'xshaydi. Lekin koptokni zo'r teparkan. Jinursin millanar. Oho, so'kinishni ham bilarkan. Yan xursand bo'lib ketibdi. Xohlaysanmi, uyimizni ko'rsataman? Bir, ikki, uch, to'rt. Zinapoylar nechta o'zi? Sanamaganman. Voy, eshik bandlari ham ko'p ekan. Ularni ham sanaymizmi? Bu qanaqa joy? Chordoq. Kirsa bo'ladimi? Kirmayman, u yerda ajina bor. O, zo'r. Uni ko'rsa bo'ladimi? Yo'q. Axir u zaharli yirtqich maxluq. Hamma yog'i tangachalar bilan qoplangan. Yaxshi-da. Yo'q, kirma. Yo'q. Yan yo'lakni narigi boshiga borib berkinib olibdi. Xo'sh, ko'rdingmi? Rostakam ajina ekan. Buni yo'q qilish kerak. Bilaman, lekin qanday qilib? Xotirjam bo'l. Bugun kechasi uni poklaymiz. Agar u kutilmaganda zinadan tushib ketsa, Tushib bizni yeb qo'yadimi? dadam bilan oyil yurak chiqib ketadi. Agar o'zini boshida paydo bo'lsa, darrov bekinib olaman. Yan Saraning kelishini kutib, o'rnida g'ujanay bo'lib yotaveribdi. Yura qol, hamma uxlab qoldi. Nima qilmoqchisan o'zi? Nima qilardim, ajina uchun zahar tayyorlayman. Unaqada zahar ikkita ajinaga yetadigan bo'lsin. Yana bitta bormi? Shunaqaga o'xshaydi. U kravatim tagida. Hech nima ko'ryapsanmi? Qop-qorong'i, shoshmay tur. Gapi rost ekan. Jajjigina ekan, yoqimtoygina. Uni ham zaharlash kerak bo'ladi. Rostana. Boshladik. Bir chimdim kir yuvadigan parashok, bir qoshiq tuz, 3 tomchi sut, jindakina yachilgan murch, qittakina xamirturush va eng muhimi, Yaxshilab aralashtir. bir zuvali o'rgimchagina. Zo'r bo'ladi. Ajina buni yalasa bo'ldi. Ertasi kuni ular oppoq changga aylanib qolishadi.
Sara ketibdi. Yam bo'lsa qimir etmay yotaveribdi. Axir kravat tagidagi ajinacha hozir zahar yalab o'ladi-yu, uni ko'ziga uyqu kelarmidi? G'alaba. Ajinadan bir hovuchay qopti. Bu-chi? Bir siqim kulga aylanibdi. Dadam bilan oyim qanday falokatdan qutulishganini bilishsaydi. Nihoyat mehmonlar ketadigan bo'lishibdi. Xayr, Yan. Xayr, Sara. Sen qaznoqni tekshirib ko'r. Qorong'ida ko'zimga nimadir yaraqlaganday bo'lib ko'rindi. Bu voqea meni qo'rqitib yubordi. Bizni omborxonayamchi qop-qorong'i zim-zimiston. Unda tekshirib ko'rish kerak. Xo'sh, qissam sizlarga yoqdimi? Nima qo'rqdim? Qorong'i bo'lganda, Eshik g'ichillab, deraza ochilib yopilgandami? qorong'ida hech nima ko'rinmadi-ku. Ajinani ham qo'rqitsa bo'ladi. Qo'rqinchli. Niqob kiyibmi? Dahshatli qiyofaga kiribmi? Ajinalar ham qo'rqar bo'lishi mumkin. Balki ular qo'rqildir. Buni hech qachon bilolmaymiz. Ular bilan tanishamasmiz. Unda bir qissa so'zlab beraman. Yana ajina haqidami? Ajdar haqida. Unchalik jahldor emas, lekin g'irt ahmoq edi. Ajab bo'pti. O'rmonda bir ajdar yashar ekan. U juda chiroyli, ko'm-ko'k ekan. Hamma yoqda sap-sariq xollari bor ekan. Qani yaramas kaktus aytchi, dunyoda eng yovuz jonzot kim? Sensa albatta. Bu gapdan ajdar xursand bo'lib ketar ekan va darrov yomon ishlar yozilgan daftarni olar ekan. Hozir ko'ramiz. Ha, 20 ta qush uyasini buzish kerak. Boboni kulbasini yondirish. Mishel xolani mushugini yeyish. Yana bir ikkita qo'g'irchoqni bosib yanchish kerak. Yaxshi bajaramiz. Bir kuni ertalab u odati bo'yicha kaktusga savol beribdi. Gapir, yaramas kaktus. Dunyoda eng johil jonzot kim? Javob ber. Jodugar Bulon sendan ancha johilroq. Bulon. U qamoqdaydi shekilli. U yerda qamoq nozirlarini dodini bergan ekan, chiqarib yuborishibdi. Nega endi u mendan yovuzroq bo'lar ekan? Sen uyimni qo'riqlab tur, men borib ikki og'iz shirin so'z aytib kelaman unga. Jodugar Bulon muhim ish bilan band edi. U supurgisini tarayotgan edi. Hali sen mendan ham johilmisan? Qada? Isbotla. Marhamat. Aychigacha qanday yovuzliklar qilding? Men boqqolni ko'z oldida 20 xalta konfetini yeb qo'ydim. Bu yovuzlik emas. Sen shirinxo'rlik qilgansan. Keyin 62 ta qo'pol so'z aytdim. Bu ham yovuzlik emas, bu qo'rslik. Politsiya mashinasini g'ildiraklarini teshdim. Boqqolni ko'ylagini ichiga qitiqlovchi patlar tashladim. Bu ham yovuzlik emas, sho'xlik. Xo'sh, sen nima ishlar qilding? Qani aytib berchi menga. Eshit. Kecha men aptekachini aspirin tabletkasiga qandolatchi ayolni shikolatga aylantirib qo'ydim. Keyin yo'laklarga banan po'sog'ini tashlab rosa odamlarni silpantirib yiqitdim. Bular yovuz ish emas, shunchaki sehrgarning hazili. Baribir men sendan yovuzroqman. Buni kaktusga aytdi. Kaktusim yanglishgan. Kaktus hech qachon yanglishmaydi. Eng yovuz odam menman. Yo'q, men. Nima, tortishib o'tiraveramizmi? Yaxshi shahar hokimi oldiga boramiz. O'sha bizni ajrim qilsin. Bo'pti. Ular hokim oldiga borib o'z dardlarini aytishibdi. Janjalingizni ajrim qilish juda qiyin, chunki bir-biringizdan qolishmaysiz. Lekin yaxshisi yakshanba kuni soat 2 da ikkovi stadionga boring. Kechikmanglar, soatga qarab turaman.
Yakshanba kuni aytilgan paytda Ajdar bilan Bulun stadionga borishibdi. Ajdar uyda sariq xollarni yaxshilab tozalabdi. Jodigar bo'lsa, boshiga qora shlyapa kiyib boribdi. Gapimni diqqat bilan eshitinglar. Kim 10 daqiqadan ko'proq nafas chiqarmay tura olsa, unga yovuzlik qiroli degan unvon beriladi. Ajdar bilan Bulun buni g'irt ahmoqona sinov deb hisoblashibdi. Lekin oliy unvon uchun ular har qanday sinovga ham tayyor edilar. Nafas oling. Endi nafas chiqarmang. Ular bir pasda qizg'ish tusga kirishibdi. Keyin qip-qizil bo'lishibdi. So'ng ko'karib, oxiri qorayib ketishibdi. Ajdardan butun stadionga sochilgan sariq xollari, jodigardan esa qora shlyapa qopdi. Ajab bo'pti. Qo'rchoqlarni sindirib tashladim. Ularga faqat kaktusni rahmi ketdi. Uni gulchi xotin uyga olib borib, parvarish qila boshlabdi. Lekin kaktus shundan beri bir og'izdan so'z aytmay qo'yibdi. Siz o'zingiz aniq bilasizmi, amaki? Nimani? Ajdarning bo'lmasligi. Har holda uyimizda ajdar bo'lganda allaqachon bilgan bo'lardik. Bemalol yashayversa bo'larkan. Albatta. Bo'ldi, endi yotib uxlanglar. Hada, hammalaring men ko'rpalaringni yopib qo'yaman. Amaki-jon, gazetaga qo'shib posilkam olib kelishibdi. Pochta qutisida oldik buni. Biz ko'p posilka olib tursak bo'larkan. Kimdan kelibdi o'zi? Xat tanishga o'xshaydi. Bu yerga janob Qunduzga deb yozilgan. Tezroq chaqiling. Uyingiz menga kitoblar yuboribdi. Oyil, yangi qissa. Qani o'tiringlar bo'lmasa, boshlayman. Yalmang'iz kampir kichkinagina bir uyda jajjigina qizcha yashar ekan. Qizchaning o'gay onasi bor ekan. Bu o'gay ona qizchani yomon ko'rar ekan. Shuning uchun ham u qizchaga yozda hovli supurtirar, qishda esa qor kuratar ekan. Lekin qizchani doim ikki yuzi qip-qizil, ko'zlari qo'noq, kiyimlari ozoda, uzun sochlari o'rilgan bo'lar ekan. Opamning oldiga borib igna bilan ip olibga, senga ko'ylak tikib beraman. Mening o'z xolam bor, oyimning opasi. Oldin shu xolamdan so'raychi, nimadirganlar. Oldimga kelib to'g'ri qilgansan. O'gay onangning opasi odamxo'r yalmog'iz. Endi yaxshilab eshitib ol. Yalmog'iznikida qayin daraxti bor. Seni sabalamoqchi bo'ladi. Sen unga lenta bog'la. Yana uning mushugi bor. Mushuk seni ko'zingni tindalamoqchi bo'ladi. Unga bir bo'lak go'sht ber. Saxiylik bilan hammani yengsa bo'ladi. Rahmat, xolajon. Qizcha yurib, axir yalmog'iznikiga yetib boribdi. Salom, xolajon. Nega kelding? Oyim ip bilan ignaga yuboruvdilar. Menga ko'ylak tikib berarkanlar. Hozir senga o'tkir igna bilan qorda oppoq ip olib kelaman. Ungacha o'rnimga o'tirib tashlab chiqdir. Shohi mato yaraqlab gullari tovlanarmish. Qizcha bunday go'zal narsani yalmog'izni uyda ko'rib hayron qoldi. Voy, chiroyli atirgul. Bu yerda nima qilib yuribsan? Tutqundaman. Sen meni ozod qilishing mumkin agar meni ushlab turgan choklarni yechib yuborsang. Qizcha matoga ziyon yetkazmay choklarni uza boshlabdi. Shu payt yalmog'izni ovozi eshitilibdi. Hammomni yaqinda jiyanim yaxshilab cho'biltar. Uni tushlik deyman. Qizcha qo'rqqanidan dag'dagʼ titrab, yalmog'izdan qutulish yo'lini izlabdi. Hammomga o'tin yoraman deb rosa charchaysiz. Sizni g'alvirda tashlasangiz ham bo'ladi. Voy, yaxshi aytdingiz, o'rgilay. Ro'molingiz muncha chiroyli. Bu sizga. Kashta tikyapsanmi, jiyan? Tikyapman, xolajon, tikyapman. Qizcha oyoq uchida eshik oldiga boribdi. Shunda yo'lni bir qora mushuk to'sibdi. U qizchaning ko'zlarini tintalamoqchi bo'ldi. Qizcha unga bir bo'lak go'sht beribdi. Mushukjon, qani aychi, qanday qilsam yalmog'izdan qutulaman? Ana u taroq bilan sochiqni oldi, qoch bu yerdan. Yalmog'iz senga yetib olay deganda sochiqni yerga tashla. Agar u seni yana quvib yetsa, taroqni ot. Ko'rasan nima bo'lishini.
Daraxt qizchani savalamoqchi bo'lib chayqala boshlabdi. Shunda qizcha xolasini aytganini qilib daraxt shoxiga lenta bog'lagan ekan, qayin qizchaga ta'zim qilib yo'l ko'rsatibdi. Mushuk esa kashta oldiga boribdi. Kashta tikyapsanmi, jiyan? Tikyapman, xolajon. Yalmog'iz yugurib tomga chiqibdi. Qarasa qizcha yo'q emish. Matodagi gul ham g'oyib bo'pti. Yaramas, nega uni ko'zlarini simdalab olmading? Shuncha yildan beri senga xizmat qilaman, lekin bir marta ham qiltiriq baliqcha bilan siylamading. Qizcha bo'lsa menga go'sht berdi. Shunda yalmog'iz daraxtni koyi boshlabdi. Shuncha yildan beri xizmatingni qilib keldim, lekin bir qatim ipni ham ravo ko'rmading menga. Qizcha bo'lsa, belimga shoyi lenta bog'lab qo'ydi. Men sendan bir parcha latta ham ko'rmagandim. Qizcha bo'lsa menga chiroyli durra sovg'a qildi. Shoshmay tur hali. Ko'rasan mendan. Qizchani barib tutib olaman. G'azabdan ko'karib ketgan yalmog'iz qizchani orqasidan quvib ketibdi. Qani sochiq, ko'rsat hunaringni. Shu zahoti sochiq katta daryoga aylanibdi, lekin yalmog'iz uchta bahaybat buqani haydab ketdi. Buqalar daryo suvini ichib qo'yishibdi. Bo'la qol Taroq. Taroq quyun o'rmonga aylanibdi. Yalmog'iz yorib o'tmoqchi bo'pti, lekin kirolmadi. U daraxtlarni g'ajib ko'rgan ekan, tishlari to'kilib ketibdi. Bolalarni yolmaydigan bo'lib qoldi. Xayriyat, qutuldim. Kech kirib qoldi. Dadam xavotir olayotgandirlar. Qizcha ikki yuzi anordek qizarib, otasi oldiga ketdi. Qayoqda eding, qizalog'im? Oyim xolamnikiga bilan ignaga boruvdilar. Menga ko'ylak tikib bermoqchilar. Xolam odamxo'r yalmog'iz ekan. Bilasizmi, juda ham qo'rqib ketdi. O'gay ona hamma gapni eshitdi. U erini qattiq g'azablanganini ko'rib, qo'rqqandan uzoq-uzoqlarga qochib ketdi.